Assalomu alaykum qadrli arzon joy kanali kuzatuvchilari. Hammaga yaxshi kayfiyat va sog'lik salomatlik tilagan holda boshqacha kontentlarimizdan qo'yishga qaror qildik. Xudo xolasa o'zimizning chorvalardan 1 yillik mehnat natijalari. Greenford buqalarimiz o'zgarishiga, yemlanishiga, pullariga bir qator baho berib ko'ramiz. Rovna 1 yil bo'ldi, xudo xolasa bugungi kunda. Bugun 15-iyun 2025-yil. O'tgan yili shu sanalarda olingan. 1-2 kun razitsasi bilan 13 million so'mdan olingan. Ikkalasi sheriklariga ulgurmay qoldik. Sheriklari so'yildi. Xudo xolasa oxirgi 1 yil muddat bilan shu ikkalasi qolgan. 13 million so'mdan olingan 1 yil avval. Xudo xolasa qancha kilo kelishini bir qator kommentariyada berasizlar, izohlarda o'zingizlar bir fikr bildirasizlar. Atak 300 kilo atrofi berib turibmiz biz. Xudo xolasa hozir qassob keladi. Ikkalasini ham olib ketadi. Kilosini, aniq kilosini bilamiz. Xudo xolasa kommentariyaga taxminlarni kutib qolamiz. Simmental yaxshimi, Greenfordmi? Xulosa qilishga oson. Xudo xolasa yemini hisoblanmagan bitta aybimiz shu bo'lyapti. Hozir 300 kilo degan taqdirda ham 30 million atrofida pul bo'ladi. 13 million 17 milliondan qoladi. Tak 1 yilda necha puldan yeb yuborishi mumkin. Hozir ko'rimda turibdi bular 4200 hozirgi momentga ko'rimimiz. Dani moment shu kunda oxirgi kunlarida 7 kilo ko'rinyapti. Bittasi 7 kilo ya, Umidjon? Yo, ikkalasimi? Bittasi 7 kiloni bir kunda hozirgi paytda. Atak boshida quruq siloski payda kunjara ham berib turgan ozgina. Obedda quruq somon beriladi. Yumshoq somonlar. Obedda somon tashab qo'yiladi. Ertalabda kech paytda siloski payda kunjara berib turgan. Hozirgi momentda 4200 dan hisoblaganda 7 kilodan bir kunda yeyapti. Obedda quruq somon, kopeyka atak somonlar arzon hozir. Hisobga qo'shmasang ham bo'ladigan summada. Shu ikkitasi qolgan 13 million so'mdan olingan. 1 yil 17 million qolyapti. 5 millionlik yevorganmi bitta ukamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada izohlarni qoldirasizlar. 5 million yegan taqdirda ham 12 million va 1 millionlar kassa qilgan hisobda bo'lib qolar ekan. Simmental boqqan akalarimiz bo'lsa, simmentalda ham bir izohni kommentariyada kutib qolamiz. O'rtacha hisobda shu 5 milliondan bitta buqa yegan deb aytsak ham 1 milliondan oyiga tashlayapti hisobda. Xudo xolasa. Agarda 300 kilo biz aytgan kilogrammimiz chiqsa, agarda qassobga boramiz. Agar imkoni bo'lsa, agar qassobdagi kilosini ham qo'yishga harakat qilamiz. Uni kommentariyada necha kilo chiqqanini so'ragandan keyin tortib ko'rib yozib qo'yish, link qilib yozib qo'yishga harakat qilamiz, xudo xolasa. O'zimiz shved paqqan yaxshimi? Shu Qirg'iziston shvedlarini simmentalmi, rossiyskiy sortmi, jaydar sortmi? Kommentariyada fikirlarni qoldirasizlar, xudo xolasa. Bizda shu Greenforddan ispitaniya bo'lgan, shu 1 yillik mana. Menimcha o'zimiz shvedlar bilan bir xil summa tashlagan. Даже meni fikrim jaydari sabr qilib baqsa, jaydari ham shunaqa beraversa kerak. 1 milliondan menimcha tashlaydi jaydarlar ham, xotirjam. Greenforddan deyarli bir xil hisob chiqyapti agar bizda. Bizni ratsion bo'yicha agar to'g'ri baqilingan bo'lsa, shunaqa agar
boqqanlar bo'lsa, boshqa ratsionda boqqanlar bo'lsa, qanaqa foyda qilgan, qanaqa tashlagan kommentariyada yozinglar. Ko'pchilik xabardor bo'ladi. Xudo xolasa ko'pchilikka tajribasi bo'lib, manfaat tegadi inshaalloh. Bizda Greenforddan birinchi ispitani shu edi. 7 ta edi adashmasam. Shu Greenfordlarni 1 yil oldin adashmasam. Undan ozroq bo'lishi ham mumkin. Hozircha qolgani shu 2 ta bo'ldi. Shunaqa gaplar akalar. Xudo xolasa bizdagi tajriba shu edi. Shunaqa kontentlarda davom etishni xohlasanglar, xudo xolasa kommentariyada yana fikr bildirib, davom etasiz. Layklar bilan podpishka qilib, fikrlar yozib qoldirsanglar, shunaqa kontentlarni ham chiqarib turishga harakat qilamiz bundan buyog'iga inshaalloh. Bularni sotib, xudo xolasa o'rniga yana boshqa variantlardan ispitani qilishga harakat qilamiz. Molxonamiz bitgan, yangi molxona. Molxonamizni ham bir qator uzoqdan bitta video qo'yamiz. Joyimizni qancha qolgan, nima gap yo'q akalar. Kommentariyada fikrlar qoldirasizlar. Qosob akamiz keldi. Tezlashtiring deb aytyapti. Bizning mollar tezda qosob kelgan.